Yolg'izlik sizni o'zingizga qaytarib beradi. Bu chaqda jahondarchilikning jiddiy qaynamlari sizni vaqtliq o'z rayingizga qo'yib etadi. Sizdagi ikki o'zlik o'zaro bir-biriga sinchilab beqishadi. Hayot g'avg'olarida yutib ketgan o'zligingizni yana bir o'zligingiz qo'liga elib qaraydi, o'rib ko'raydi. İki o'zlikning javhiri bir nuqtada uchrashganda jimjitlik boshlanadi. Jimjitlik tegi yo'q dengiz. Uningga sizning insoniy mavjudligingiz tinimsiz cho'kayotgan bo'ladi. Cho'kayotgan bu narsa suvdek rangsiz, yo'qlikdek jismsiz. Balki lug'at vodisida ismsiz. Aqlingiz va shu chaqqa qadar to'plagan bilimlaringiz jimjitlikning qa'riga cho'kayotgan ashu ismsiz narsani bo'ylab cho'nqurlashga intiladi. Balki aql bir yerlarga borganda erib ketib, cheksiz jimjitlikning vujudiga singib ketadi. Bizning jimjitlik ichidan suzib chiqqanlarimiz jimjitlik ichiga yo'chirilgan sadolarning ozgina bir qismi. Markaziy ovozlar yanala bizdan uzab ketmoqda. Yolg'izlik jimjitlik emas. Lekin uning jimjit o'lkillari bo'ladi. Jimjitlik yolg'izlik emas. Lekin uning vaqt bilan tutashmagan nuqtalari bo'ladi. Ba'zida men qaynam tashqinliq odamlar orasida turib qabriston jimjitligini bayqab qolaman. Kishilar davrab uzab ketayotgan suv. Men tosh. Vaqt mening ko'langim. İnsoniyliqim qayerda bo'lsa, vaqt shu yerda. Tosh bolalarning g'uborsiz qalbida eriydi va suvon suradi. Vaqt bilan po'midoqlashganlarim. Bu chaqda deyishgan gaplarimning bir simi esimda qolmabdi. Lekin ta'mi esimda. Jamila meni uyda qoldirib o'qishga chiqib ketganda, ana shundoq tuyg'ularda bo'laman. Ko'chada yurganlarimda shundoq tuyg'ular bo'lgan. Afsus, ularni xotiramga putib olmabdiman. Vaqt o'zining dal vaqtida qabullanmagan sovg'alarni yig'ishtirib etishga bak usta. Do'stlar, xotiramning bulung pushqoqlariga oldirib tinab putib qo'ygan ba'zi qurlarni sizlarga shu peti taqdim qiladigan bo'ldim. Hikmatlik ko'zinglar sodda ko'nglimni ovundursam ajab emas. 2002 yili 6-oyning 30-kuni. Hamma yoq jimjit. Men Yaponiya jamiyatini tushunmayman. O'zim turayotgan yerning ko'chalarini tonimayman. Turmush yo'sini va iste'mol qoidalarini tonimayman. Bu yerda kela meni texmi tonimaydi. Yaponiya jamiyatiga nisbatan aytganda men zodi kim? Yangi bir salohiyat masalasi tug'ilmoqda. Men Uyg'ur. Lekin mening Uyg'urligimni bu yerdagilardan hech kim bilmaydi. Zamonaviy madaniyatga ega Yaponiya men uchun yo'chin aral. Men yerim Robinson Crusoe. Yerimimni yapon tilini biladigan xotinim tatib olgan. Chet elga yangi chiqqan bir Uyg'ur o'zining milliy kimligini tanitib yashamdi yoki boshqalarning milliy kimligini noqul tonish bilan yashamdi. Tanitish va tonish milliy kimlikning teshi va astiri.
2002 yili 7 ayning 1 kuni. Hamma yoq jimjit. Savshichov apandining hazorat strategiyasi kitobida mundaq deyilibdi. Sen Angliyalik bo'lib Fransiyada tursang, Fransiya sening turalg'ing bo'ladi. Agar sen Fransiya puhroligiga kirsang, u sening davlat tavalliking bo'ladi. Lekin sen qandoq odam? Sendikisi ingliz madaniyati. Sen butunlay inglizce o'ylaysan, baholaysan, inglizce tuyg'ularda bo'lasan yoki harakat qilasan. Sen yanada ingliz. Bu gap meni o'ylantirib qo'ydi. Agar bir millat o'zining o'tmishini tushunmasa, kelajak to'g'risida o'ylanmasa, faqat qo'saq beqish vasvasasi bilan bo'lsa, balalar o'zining ijtimoiy milliy kimligi haqida maktablardan saboq ololmasa, u beliqqa o'xshash yashashi mumkin. U pokiz suvdimi yashayveradi, poskini suvdimi ovoz chiqarmay yashayveradi. Suvsizlikdimi ovoz chiqarmay o'ladi. Savshichov apandi aytdi. Bir millatning mavjud bo'lish bo'lmasligi hazoratni belgi qiladi. Agar inglizlar xanzulardek tafakkur qilib, xanzulardek qiliq qilsa, xanzulardek xizmat qilsa va turmush kechirsa, ular ingliz bo'lmay qoladi. Agar bir ingliz xanzuchi so'zlaydigan bo'lib ketsa, cho'ki ishlatsa, jungyechi davolansa, Shaolin kompasini mashq qilsa, u xanzuga aylanib ketgan bo'ladi. Hazorat yo'qolsa, millat yo'qoladi. O'tgan yili bir oliy maslahatchilar uchrashishida amerikalik bir kasbdoshga yo'liqib qoldim. Men u ayolni bir qarashdala jungolikkan deb bilib oldim. Uning chiroyidan qaraganda tipik jungolik edi. Biz qo'l elishib ko'rishdik. Uning hamrohining aytishicha, u xanzuchi so'zlayolmaydi ekan. Xanzuchini anglabmi tushunolmaydi ekan. Biz tarjimonning yordami bilan taraqqiyot strategiyasi ustida fikr almashtirdik. Parang jarayonida bayqadimki, uning bilimi butunlay Amerika ma'arif sistemasidan kelgan. Uning nazariyalari Harvard universitetida jo'qlangan edi. Tamoq vaqtida qarasam, u jungoliklarning dasturxon qoidalarini, qoch cho'klarni jungocha ishlatishni bilmaydi ekan. Shu chig'da men bir jungolik bilan emas, bir amerikalik bilan tamoq yeyotganimga haqiqiy ishondim. Uning Amerika hazoratiga osmolatsiya bo'lib ketganligini, men uchun Clinton bilan o'xshash ekanligini bayqadim. Uning chiroyi saqlanib qolgan, lekin ruhiy dunyosi aynib bo'lgan edi. Savshichov apandining bayonlarini qiyosan o'zimga yetkab beqib andikib ketdim. Ve büyük tarixçimiz Molla Musa Sayrami'nin Tarihi Hamidi degan kitobidagi munu misralar yodimga keldi. O'rganayda qarg'a kaklik mong'ishin, o'rganalmay unutdi o'z mong'ishin. Ya'ni qarg'a kaklikning mengishini o'rganaman deb o'zining mengishini unutib ketdi. Yili 8 ayning 4 kuni. Hamma yoq jimjit. Uyga mahkum bir xil ritmdagi turmushimda hech bir yangilik yo'q. O'rganish va izdinish haqqimni nima sababdan kimlarga tatqizib qo'ygan bo'g'iydim. Tugamas mehmondorchilik, yig'in, to'y-to'kinlarning g'uva manzarasi ko'z oldimda. Yot bir muhitdagi tamtirashlarim, yot bir madaniyat oldidagi pasib holatimni qandoq tilla bilan izohlag'ili bo'la. Mening ingliz tili va yapon tilida cho'ng ilmiy muhokamalarda so'zligim keladi. Yotlarga o'zimning kimligini bildirgim keladi. 1000 yillar ilgari selishtirma til izohliq lug'ati tuzgan Mahmud Qoshig'ariyning 21-asrdagi avlodi turib, yot tildan qisilavaman. Qisilish bu ajab bir gapkan.
2002 yılı 8 ayının 6. günü. Hamma yoq jimjit. Külla zerikishlik. Chunki til masalasi meni kishilardan ayirib turadi. Mumkin bo'lsa Yaponiya jamiyatini obdan tushunib, tuzuk jahon ko'rmagan xalqimga taraqqiyotning qandoq bo'ladiganligi haqida jiq narsalarni tabbagim bor. Ular buni o'ylanishning yip uchi qilsa bo'ladi. Hamma ish fursatga bog'liq. Fursat adolatga bog'liq. Uyg'urlardagi hissiyotchanlik, qiziqqonlik hamda vaqt bilan hisoblashmaydigan do'stonalik shu qadar mehrlik ham illiq bo'lsa-mu, lekin nafni maqsad qilgan raqobatlik jamiyatda bundoq bangvash ham oq ko'ngillik xalqimizning o'ziga ziyon solmoqda. Qandoq qilganda bu sodda xalqni aql, aqida bo'yicha ish ko'radigan, plan bo'yicha faoliyat qiladigan, planga bo'lgan kapolatni odamgarchilik qoida usullaridan muhim biladigan oqilona millat qilib qurib chiqqila bo'la. Bu haqiqatan cho'ng tema. Bugun magazinga tuxum og'ilib olgan edim. Vyetnamlik Tov ismlik bir qiz bilan inglizcha paranglashdim. Parangimizga Oma ismlik bermili qizmi aralashdi. İngilizcem ravan bulmusunu ular bilan maktabga qaytib kelgacha uni buni deyishdim. Ular Jamila sizni bek yaxshi ko'radi. Biz uni bilib turdik, deyishdi. Men uning eri, buni albatta tushunaman, dedim men. Siz bek baxtlik, ayoli tarafidan yaxshi ko'rilgan baxtlik bo'ladi, dedi Vyetnamlik qiz. Siz to'y qildingizmi? deb so'radim uningdan. Har ikkimiz to'y qilmagan, deyishdi ular birdak. Sizlar ayol turmushi haqida jiq narsalarni biladi ekansizlar. Nereden o'rgandinglar? dedim ularga. Ular qaqoqlab kulib ketishdi. Qiz ayollar bilan turmush haqida fikr almashtirish qiziqarliq bo'ladi. Men bu qitimliq parangdan rohat his qildim. O'zini ifodalash bir xil hurlik. Yılı 8 ayının 15. günü. Hamma yoq jimjit. Kunlar bir xil o'tmoqda. Yozg'udek alohida ish yo'q. Har bir kunim oyiga chiqmas monolog bilan o'tadi. Bu monologning beshimi azob, oxirimi azob. Yaponiya muhitida turib, moddiy, ma'naviy, aqliy nomrodlikni sezginimda muzdek bir musofirlik tuyg'usi jon jenimdan o'tib ketadi. Musofirlikning ximir turachini o'z vatanidan ep chiqqan odam boshqa alladimi musofir. Yolg'izlikda nimani o'ylamaydi o kishi. Lekin bu o'yla shaqirab yoqqan yomg'irdak qoqshal o'tmishning bag'riga singib ketdi. Men go'yo odamizatsiz jaziraning chinqi tushlarida o'zi tutib o'zi yenayotgan yong'indek vaqt poyonida o'zimni unutmoqdaman. Bizning o'rganadigan, izlanadigan, ishlaydigan, jamiyatga moddiy va ma'naviy boylik yaratadigan bebaho fursatlarimiz qandoqdir birovning qo'lidagi o'yinchoq. Fursat huquqni shart qiladi. Hech qanday huquqi bo'lmagan odam fursat tanlayolmaydi. Biz Uyg'urlar dunyoni mehr, muhabbat, kuy, lazzat halqalarida tushunishni xohlaydigan bo'lib ketganmiz. Oldimizdagi g'iza biz uchun lazzat va xushalliqning manbai.
Biz jismoniy sezgilarning huzuridan mast bo'lishni yaxshi ko'ramiz. Ruhiyat maqomini o'ylaydiganlar oz. Biz chaqchaq qilamiz, kulamiz, naqsha o'qiymiz. Bularning hammasi hech nima uchun. Yillarning o'tishi bilan maishat va lazzat turmushimizdagi bir xil xumarga aylanib qolgan. Biz atrofimizdagi hamma narsaga yangiltaklik she'riy tus, romantik bo'yoq, hissiyot elementlarini beg'ishlaymiz. Bu oxir bir millat hayotining metafizik muhitini shakllantiradi. Bundaq muhitda odam xumar, xushovoz, mungdoshqoq bo'lib o'sadi va tanholikqa odatlanolmaydi. Bir-biriga xumar bo'lish tufayli uyushqanlar ana shu xumar tufayli urushadi. Ularda maslak va maqsad birligidagi uyulliq kam ko'riladi. Hissiyot tipliq bir millat chaqmoqni Xudoning qahri deb sifatlash bilan bo'ldi qiladi. Bir aqliy millat uning fizikalik sabablarini tekshiradi. Bir yaponning oldiga bir qocha g'izo kelsa va bu g'izo yengichi bo'lsa, u buningdan huzurlanishga tirishadi albatta. Lekin u buning bilan to'xtab qolmaydi. U bu g'izo qandoq yasalgan, qandoq xurishlari bor deganlarni bilishga qiziqadi. Demak, bu g'izo uning uchun bir qitimliq ozuq, shundaqla bilish jarayonidagi bir qitimliq savol. Yuqorqila takrorlik bilan ijodiyat o'ttirisidagi farqning oddiy bir ko'rinishi bo'lsa kerak. Yaponlar chet elliklarga hamon bir shubha bilan qaraydi ekan. Lekin sirtqi muomalasi siniq. Ular odamga ishonmaydi ekan. O'g'rilik kabi nachar ishlarni chet ellik qiladi deb qaraydi ekan. O'ziga nisbatan qaloq boshqa Osiyo musofirlaridan bakrak gumonlanadi ekan. Chet elliklarga ishonmaslik yaponlarning milliy xarakteridagi yorqin bir taraf. Biz Uyg'urlar chet elliklarga ishonib, o'zimizga ishonmaymiz. Oz to'la o'qiganlar texmi shundaq. Buning tarixiy yiltizi zodi nadadir? Yılı 8 ayının 16. günü. Hamma yoq jimjit. Uyg'urlar Yahov guruhining tor betiga ancha-muncha qarab qo'yaman. Qo'soq ko'piki, shikoyat, munozara. Xristian chiqishlar musulmonlarga munozara ochdi. U munozaradan oxiri chekinib qochdi. Kimdo biri yeziqimizni o'zgartirsak taraqqiy qilamiz dedi. Til jihati ko'shkosh elib borsak deganlarmi yo'q emas. Fikri nojinislar o'zining hech nimasini yaxshi ko'rmaydi. Men ularga mundaq taklif berdim. Hammani almashtirishga vaqt ketadi. Biz almashtirib bo'g'icha boshqalar yugurib bo'ladi. Eng yaxshisi onanglarning emini almashtiringlar. Shu chaqdalar muncha ko'p ovora bo'lmaysizlar. Munozara bir mezgil jimib ketdi.
Yaponiya yeziqi bilan Koreya yeziqi qolayliq yeziqlardan emas. Lekin ular uchur texnikasini mushu yeziq bilan a'lo darajada ep beryotdi. Haqiqat shu, manbeidan ayrilmagan suv do'ngdinmi yo'l topadi. Ona tiling o'z ko'zingga o'xshaydi. Qolgan tillar ko'zoynak, durbun, teleskop, mikroskop deganlarga o'xshaydi. Ular har qancha ilg'or bo'lsa-mu, ko'zing yanada saq bo'lishi kerak. Bir ziyoli bir donishmanga mundaq debdi. Fanning qudratiga bir nima demak tas. Ko'zoynakim bo'lmasa narsalarni tuzuk ko'rolmayman. Ko'zoynakimni taqib olsam, qora kegizda o'milab ketayotgan qora chimilini ko'ralayman. Obdan dedilar apandi. Ashu qora chimilini sizlarning ko'zoynaklari ko'ramdi yoki ko'zlarimi? Ishonmaslar ko'zoynaklarni kosillarga to'g'rilab baqsizlar, debdi donishmand. Ona tiling g'urur, muhabbat, vijdon, aqidaning tili. U yilik. Ma'rifat, haqiqat, qudrat uningdan boshlanadi. Boshqa tillar guvohnoma, shahodatnoma, kapolatnoma, huquqnoma tillaridir. Yılı 8 ayının 17 günü. Hamma yoq jimjit. Bugungi dunyoda biror kasbning chala bo'la ahli bo'lishli kifoya qilmaydi. Hammadan muhimi mukammal odam bo'lish. Bugungi jamiyat murakkab. Chunki sen yashayotgan jamiyatda qimmat qarashi, e'tiqodi seninkidan farqli bo'lgan kishilar bor. Ular g'arblik, o'rta sharqlik yoki sharqi osiyolik bo'lishi mumkin. Sen ularga nisbatan kim? Sen ularga o'zingning kimligingni nimang orqali bildirishing kerak. Ular sening salohiyatingni, e'tiqodingni bilmay turib sen bilan aloqa qilishga oldirib ketmaydi. Sana hargizmi haqiqiy kimligini oshkorlamaydi. Sening kimliging mujmal bo'lsa, ularmo sana mujmal muomala qiladi. Chunki boshda o'zing mujmal. Bundaq ahvolda sen o'zingni yegona his qilasan. Sen uchun nurg'un fursatlarning ishiga etilgan bo'ladi. Sen yashayotgan jamiyatning sirtida nurg'un jamiyat bor. Sen u jamiyatlarga kirib qirishing mumkin. Sen u yerda qandoq odam sifatida ifoda tepishing kerak. Ko'z qarashi, saviyasi, havasi o'xshash bo'lmagan kishilar sening ko'z oldingda har kuni yangidan paydo bo'ladi. Sen insoniy qadr-qimmatingni saqlash, g'ururingni, milliy kimligingni bildirish sharti ostida ular bilan o'ngishliq munosabat qura olaysan. Mukammal odam bo'lish na'dan boshlanadi? Hidoyat ustiga qurilgan ruhiy sog'lomlikdan, fikr tiralligidan boshlanadi. Demak sen g'oya va aqida egisi bo'lishing kerak. Bo'lmasa safar ustida osonla eg'ib ketsan, o'zingni boshqalarga taqlid qilib solasan.
Mana bu o'zini kamsitishning yildizi. Nurg'un qarindoshlarimiz iqtisodiy taraqqiyot jihatda o'zidan ustun g'arbliklar va sharqliklarni ko'rganda o'zidagi qimmat qarashini osonla yo'qotib qo'yib, ularning tantak cho'qing'ichisiga aylanib ketdi. Natijada ular o'zini bir kasb ahli qilib qurib chiqqicha qimmat qarashi jihatda yotlarning kopiya nusxasiga aylanib ketdi. 21-asr biz uchun kimlik qurilish davri. Shundaqli kimligimizni dunyoga yuzlantirish davri. Yanchiqingdagi kimlik bilan yurakingdagi kimlik birdek bo'lganda dunyo senga quchoq ochadi. yılı 10. ayının ma'lum bir kuni. Hamma yoq jimjit. Chet elga chiqsammi, baribir qo'rnish, qisilish, xijillik va andisha. Bir arvoh vatandan menga agishib chiqqan edi. Uning ismi zodi nimadi? yılı 10. ayının 15. günü. Hamma yoq jimjit. Tsorogedagi Let's degan magazinga narsa kerak og'ilib bordim. Magazindagi mulozimlarning illiq muomalasi nima uchundir fikrlarimni qo'zg'ab qoldi. Magazinga kirishingiz bilanla mulozim qizlarning adablik solimi. Qaysi peshtaxtiga borsangiz sizga tikilgan illiq nazar. Yiqimliq ovozda qarshi elish. Pul to'laganda zavxoz qiz qo'lidagi patnusni ikki qo'llab sunadi. Pul qaytirib berganda yana shu patnus bilan qaytiradi, ta'zim qilib turib rahmat deydi. Xaridor magazindan narsa setib olganligi uchun mulozim qizlar uningga kulib turib rahmat aytadi ekan. Demasimi xaridorlarning u yerga kirishi u yerdagi barliq mulozimlarni qo'llaganlik bo'ladi. Mulozimlar xaridorlarning xaridorligidan, xaridorlar mulozimlarning sohibxonaligidan so'yinsa, iste'moldagi madaniyat rohat baxsh bo'ladi. Bir qitimliq illiq muomala, bir qitimliq unumlik tarbiya, muhabbat bobidagi bir qitimliq teriqchilik. Uning usulining ko'pligini qiyoslab bo'lmaydi. Yurtimizdagi xaridorlar bilan zo'kullashadigan magazin xodimlari esimga keldi. Ular xaridorlarni tillab poska aytiversa shuncha g'oliblardan sanaladi. Hamisha peshtaxtining oldida gidiyib turalaydi. Xaridorlarni uradigan oshxonalarimizmi botih. Odam bo'lish kerak. 2 putliq hayvondan odamga aylanishning musofasini tezroq tamomlash kerak. Bo'lmasa 4 putliq bo'lib ketish xavfi yo'q emas.
yili 10 ayning 28 kuni. Hamma yoq jimjit. Tsurogida kichikkina bir oshxona bor. Har qitim tushda men bosta o'ltirib uning oldidan o'tganda uning bos-bos ekanligini ko'raman. Lekin u soat 5 da taqilib bo'ladi. Oshxona mulozimati vaqt taqsimotiga bo'ysunadi. Vaqt Yaponiyada konkret bir kuch edi. Uning nopozi podshoh bilan bosh vazirning nopozidan ustun. Bu yerda vaqtga hurmat qilinadi. Uyg'ur oshxonalaridagi mulozimlar nima uchun so'rin? Chunki ular herib ketgan. Uyg'ur oshxonalarining taqilish vaqti xaridorlarning oyig'i uzilganda bo'ladi. Har bir odam byurokrat. Hatto erkinlikni kuylab og'zidan ko'pik oqadigan shoirmo imkoniyat topsalab byurokrat bo'ladi. Vaqt ijtimoiy hayotning oksigeni. Vaqt eng zo'r mulkiy huquq. Yili 11 ayning bir kuni. Savshichov apandi mundaq yezibdi. O'rganish yaponlarning o'rib odati. Bir yapon olimi metroda gezit ko'rib etib, biror so'zni tushunolmay qolsa, yarim yo'lda metrodan tushib botkidan lug'at setib olib metroga yana chiqadi. U so'zni tushunib maqsadga yetgandan keyin oxirgi bekatdagi axlat tung'iga lug'atni tashlab etib ketadi. Bu gap biroz mubolag'adek tuyuldi. Lekin poyezdagi yaponlarning kitob xumarligini aslab bu gapni yaponlarning turmush odatiga uyg'un deb e'tirof qildim. Olim Ahmad Ziyoiy bir guruhda olimlarning qontar badaliga nashrdan chiqqan qutadg'u belikni X viloyatining valisiga taqdim qilganida vali u kitobga qarabmi qo'ymay deraza tagchisiga tashlab qo'ygan. Shuning bilan Ahmad Ziyoiyning ko'ngli zarbiyab valining ishxonasidan yinib chiqqan. Dal mushu kitobning avtori Yusuf Qosi Hojib kitobini yezib bitirib Qarag'anilarning hukmdori Hasan Bug'roxonga taqdim qilganda muallifga hojiblik unvonini bergan. Bu unvonning ma'nosi xonning eng yaqin maslahatchisi, davlat to'riki degan bo'ladi ekan. Bu buningdan 1000 yillar ilgarigi ish edi. Yili 11 ayning bir kuni. Kompyuterni chuqchilab yurib, egiz qum do'ngining yon pishidagi zarrang to'g'roqni ko'rib qoldim. Qummi oltin rangda, to'g'roqning yopirmoqlari oltin rangda. Yegona bu to'g'roq mag'rur ko'p-ko'k osmon tegida qad kerib turibdi. Urumchidan Qashqarga o'tkicha bundaq to'g'roqlarni bugurda uchirtatdim. 18 yil ilgari kuzda makitga bog'inimda oltin rang to'g'roqlarni uchratgan edim. Mana bu mening to'g'roq haqidagi bevosita bilganlarim. Shoir Qurbonbarat kesilgan to'g'roq degan she'rida kesib tashlab etilgan to'g'roq o'tinining ko'klam mavsumida bix surganligini yozgan edi. Shoir hayot hikmatlarini tabiatdan bayqaydigan odam. Qurbonbarat yildizidan va ona qo'lidan ayirib etilgan to'g'roq o'tinidagi tizbikmas hayotiy mo'jizidan bir millatning tarixini ko'rgan edi. Shoirona bayqash degan ana shu. Shuningdan beri to'g'roqni o'zimizga o'qishtiradigan bo'ldim. Qog'jirab porlashib ketgan yo'g'on to'g'roqning yenida bo'y surgan yosh to'g'roqlarni ko'gili bo'ladi.
to'g'riqlar shuncha yumran, shuncha saqlam. Bundaq yerdan xarobot va gullanishning manzarasini tangli uchratqila bo'ladi. Yosh to'g'riqning yenida xozon, qo'zoq, chavar va qumlardan hosil bo'lgan do'nglar bor. Bu go'yo ajdodlarning qabristoni. Yosh to'g'riqlar qo'llarini egiz ko'tarib ajdodlarining ruhiga duo qilib turgandek tuyuladi. Mana bu o'tmish bilan bugunning, bugun bilan atining tabiiy bir bog'lanishi edi. Acaba to'g'riqning surati menda shuncha ko'p tasavvur uyg'otdi. Uning ustiga men Yaponiyada. Mana bu vatan seg'inishining kuchi. Seg'inish aslimadagi hayotning barq urishi. Qadın to'g'riqlarning ba'zi shoxlari qurib ketgan bo'ladi. Qurib ketgan bu shoxlar bo'ron chopqinlarda sunib zaminga tiralgan holatda uzoq davrlar turadi. Qarasang ular yerim yota holda g'o'l shoxga bog'lanib uningdan rishtisini uzmaydi. Ular shu holatda kukum talqon bo'lib, yangi to'g'riqlarning vujudiga kuch bo'lib singib ketadi. Suvsiz zaminning bu savrchan qahramonining qo'zoqlari yirik bo'ladi. Qaddi tambal keladi. U qum borallarning, chaqmoqlarning, judullarning, pig'irim oftoblarning zarbasida ko'kirib ming yillarcha yashaydi. Qurib qoqshal bo'lgan holda ming yillarcha o'ri turadi. U o'zini parvishlagan zaminni bag'ishlagan holda ming yillarcha yotadi. Qaraslab sungan vaqtidagi echinishli holatini kishilarga ko'rsatmaydi. Shoxlarning yiqilganligiga tanbamiganligi tirajab turgan haybat bastidan bilinib turadi. Hayotning mo'jizasini to'g'riqlardan ko'rasan degan gap bekor aytilgan emas. To'g'riqlarning makonida quyosh o'zining nadiligini unutib ketadi. Yulduzlar burun to'kilgan yo'pirmoqlarning samodagi arvohi. O'tdek harorat bilan giralishib ketgan jimjitlik o'zining eg'ir vaznini to'g'riqlarning bastiga singdirib yetadi. To'g'riqlar baayni jimjitlikning haykali. Vaqt bu yerda orom oladi. Qum vaqtning hujayrasi. Ko'k osmon va qum orasida oftob kechining tuxumini bostirib o'ltiradi. Al-Misaqdan beri bu yerda bo'ronlar huvlab turdi, qumlar ko'chib turdi. Lekin to'g'riqlar bag'ramon yashaverdi. Taklamakon mening abadiylik makonim. Tavranmaslik mening e'tiqodim. Mana bu to'g'riqlarning hayot nizomi. To'g'riqlar bir-biridan yiroq turib o'sishadi. Bir-biri bilan qattiq padishab saqlashadi. To'g'riq hashamatsiz churib keladi. U insof va qanoatning piri. Uni erkilatadigan salkin shamollar bo'lmaydi. Cho'risida tuzuk gulmi yo'q. Bir bo'lsa uning yanada o'ziga o'xshash chidamliq yulg'un bo'ladi. To'g'riq bulbullarning navosiga xushtar emas. U boshqalardan hech nima kutmaydi. Uning xulq e'tibori hamisha o'xshash. Ba'zi shalon to'g'riqliklar bor. Bu yerda qumlarning o'rikishi adab ketgan. Cho'kib ketayotgan to'g'riqlar qo'llarini adoqqiy holda so'zib turishadi. Bu yerdagi ba'zi to'g'riqlarning peqirliqidan yo'lanchisi yo'q. Ular yigona, do'sti yo'q. Shamol to'g'riqlarning o'rtaq tili. Shunga bepoyon taklamakonning to'g'riqlariga tarjimon ketmaydi. Niye Kroran shaharlarining xarobasidan to'g'riq madaniyatiga oid iznalarni ko'gili bo'ladi? Xarobalardagi ashu to'g'riq yog'ochlari har qancha tarmar bo'lib ketsimi, yashirib turgan to'g'riqlar bilan shamol tilida so'zlashadi. Shunga to'g'riqlar ajdodidan yuz o'rmagan. Agar Xanzularning madaniyatini bambuk madaniyati deyishga to'g'ri kelsa, Uyg'urlarning madaniyatini to'g'riq madaniyati deyishga bo'ladi. Lotnur Tarim vodisidagi Uyg'urlar uylarini to'g'riq bilan qashalaydi. Osh taomlarini to'g'riq bilan pishiradi. To'g'riqdan yasalgan tangni qayiq bilan beliq tutadi.
Xanzu yeziqi bambuk tarışılağa pütülüp bugünkü kunga yetib kelgan. Kung Fu'nun kitabımı bambuk idi. Odatda apkash va cho'qilami bambukdan yasaladi. Bambuklar o'l zaminda zich qo'yiq o'sadi. Birli yomg'ir bilan ko'payib ketadi. Bambuk saymonlar avrishim keladi. Narsalarni cho'qi bilan qisib oz-ozdan olamiz. Lekin jiq narsalar cho'qi bilan tugab ketadi. Antropologlar har qanday madaniyat jug'rofiylik omilning mahsuli deyishadi. To'g'ri, biz yashagan tuproqdagi xosiyatlik mo'jiza. Taklamakon va torim bizning belgimiz. To'g'ri, bu belbog'ning minnatsiz qarovuli. Kang zamin bizning naqshimizdagi larzonlikni, musiqimizdagi chaksizlikni, mijozimizdagi mardlik va sexiylikni keltirib chiqargan. Ocharchilik krizisi yuz berib boqmagan bu zaminning odamlari mehmondo'st ammo beg'am. Mijazi chus qurg'oq zamin odamlarining ich sirlari ikki ig'iz gapidalla chenib turadi. Odamgarchilik engi va siyosiy engi yo'q. To'g'roq. Xislating oldida tilim kekash. Hozircha shunchalik deb turay. Hamma yoq jimjit. Yili 12 ayning 4 kuni. Bugun Jamilaning tug'ilgan kuni. Hech qanday xotirlash o'tkazmadik. Hozirgacha hech qaysimiz tug'ilgan kunimizni xotirlamadik. Tug'ilganimizga nima bo'pti ekan? Uningdan biri ahamiyatli nishon qoldirish hammadan muhim. Har yili tug'ilgan kunini o'tkazadiganlarning ko'pinchisi bir kesim tort yeb qo'yiblar, hayotning nima ekanligi haqida o'ylanmaydi. Şunu uni tort yeyish kuni desimi bo'ladi. Men ayolimga bir parcha she'r yozib o'qib berdim. Yili 2 ayning 1 kuni. Hamma yoq jimjit. Yipak yo'li nomli 12 qismlik televiziya filmining oxirgi 2 qismini televizordan ko'rib qoldim. Bu film 1980-yillarning boshlarida ishlangan bo'lib, Yaponiya jamoatida zo'r ta'sir qo'zg'agan. Bu qitim talablarga asosan qayta berilibdi. Oxirgi qismi tugaganda televiziya riyosatchisi bir ko'ruvchining xatini o'qidi. Uningda mundaq bir jumla bor ekan. Mushaqqat va murakkablik bilan to'lgan bugungi jamiyatda ko'ngilning naqadar muhimligini tushundim. Ekranda Qashqa va Toshqo'rg'ondagi kishilarning qiyin sharoitdagi tirikchilik faoliyatlari tabiiy qilib ko'rsatilgan edi. Yuqorqi jumla fanning qudratiga qoyil bo'lib, moddiy farovonlik yaratgan jamiyatdagi bir puhroning ibtidoiy bir hayot shakliga o'qigan madhiysi edi. To'g'ri. Bizga qalbmi kerak, mengimi intayin kerak. Yili 3 ayning 5 kuni.
Tushda televizor ko'rdim. Ma'lum bo'lishicha, Tokioda bir koreyaliklar maktabi bor bo'lib, boshlang'uchdan to'liq o'ttirgacha o'z ona tilida dars o'tiladi ekan. Filmda Yaponiyada tug'ilib o'sgan 3-avlod koreyan bola ziyorat qilindi. U bola to'liq o'tir maktabga qadar koreya tilida o'qibdi. U bola mundaq dedi: "Men yapon bolalari bilan emas, koreyalik qarindoshlarim bilan aralashsam intayin hozirlanaman. Yot bir elde o'z ona tilida qarindoshlari bilan paranglashish qaltistrohatgan." Bolaning onasi mundaq dedi: "Aslida koreyan tilida dars o'tiladigan oliy maktab qurib, bolalarimizni o'sha maktabda o'qitqimiz bor edi. Biroq Yaponiya hukumatı uni e'tirof qilmaydi. Shunga amalsiz oliy maktabda bolalarimizni yapon tilida o'qitishga to'g'ri keldi. Ammo men o'g'limning koreyan qiz bilan to'y qilishini umid qilaman." Programmaning nomi Hasrat va Umidkan. Sog'liqning qadri doktorxonada bilingandek, vatanning qadri vatandan ayrilganda bilinadi.